Bu Xitoylar kasallikka umuman chalinmaslik uchun qiladigan usuli. Davoni tayyorlash uchun katta piyozning yarmini oling, yadro qismini ehtiyotkorlik bilan olib tashlang va past olovda qo'ying. Ustiga yarimta limon sharbati va 1 osh qoshiq asal qo'shing. Aralashmani biroz pishiring. Shunda tomoq og'rig'i va balg'am soniyalarda yo'qolganini sezasiz. Immun tizimingiz esa hech qachon bo'lmagan darajada kuchli bo'ladi. Ha, unutmang, menga qaysi mamlakat yoki shahardan tomosha qilayotganingizni yozib qoldiring. Bu davo vositasidan 1 qoshiqni kechqurun uxlashdan oldin yoki ertalab och qoringa oling. Birinchi kunlardan boshlab farqni his qilasiz. Piyoz antibakterial ta'sirga ega. Limon C vitamini bilan boy. Asal esa tomoqni tinchlantiradi va himoya qiladi. Agar shu yerga yetib kelgan bo'lsangiz, piyoz deb yozing, shunda bu turdagi retseptlarni yoqtirishingizni bilaman. Bu oddiy, arzon va samarali tabiiy davo. Avloddan avlodga o'tib kelgan. Uni sinab ko'rishga va seviklilaringiz bilan bo'lishishga arziydi. Sog'liq, e'tibor va parvarish bilan quriladi.